77 xil tabiiy ne'matlardan tashkil topgan o'sha mashhur moddatul hayot majunimizni original retseptini tayyorlab ko'rsatib beraman. Bizga kerak bo'ladi oltin yaproq, kumush yaproq, zirovanda, bobuna, saru halila, qora halila, balila, omila, qoqila, salixa, yong'oq, qora murch, uzun murch, hovlinjon, oq murch, qizil baxmal, oq baxmal, mushk, qunduz qiri, zarchava, mayiz, gulchangi, qizil muvsila, qora muvsila, oq muvsila, oltin tomir, buziydon, jenshen, qalampirmunchoq, norjil, kunjut, shirin bodom, hammom pista, oq tut, pilla, qovoq urug'i, yashil qovoq urug'i, ashvaganda, quz shirin, lisonil asofir, zanjabil, funduq, Braziliya yong'og'i, kabobchini, qizil tudari, oq tudari, aqarqarxo, pandirmoya, salab, dane, Vyetnam dolchini, chilg'uza, kristal hindi, sholg'om urug'i, kuda urug'i, karaps urug'i, piyoz urug'i, qizil sabzi urug'i, saru sabzi urug'i, beda urug'i, indo urug'i, kardamon, javzbavvo, basbasa, xurmo, udi hindi, zab xomaki, qizil gul, zirimbot, rayhon, qizil sandal, oq sandal, rumbodyon, zafaron, mastagi, anjir qoqi, arpa bodyon, shoqoqul. Va oxirgi mahsulotimizda toza asal kerak bo'ladi. Endi hamma mahsulotlarni maydalab tuyib olamiz. Mahsulotlarimizni elab tuyib oldik. Endi toza asal qo'shib aralashtirib olamiz. Ibn Sino hazratlari moddatul hayotni tarkibidagi oltin haqida oltin savdodan bo'lgan kasalliklarga davo bo'ladi va qo'rqoqlik, xafaqon, siqilishda juda ham foyda qiladi deganlar. Moddatul hayot majuni eng glavniy fishkasi rais a'zolarni quvvatlantiradi. Miya, yurak, jigar va buyrakni quvvatlaydi. Erkaklarda maniyni ko'paytiradi. Emizikli ayollarda sutni ko'paytiradi. Charchoq, holsizlik, balg'amdan bo'ladigan kasalliklarni davolaydi. Moddatul hayot majuni juda ham qadimiy majun bo'lib, saltanat tabibi Yusufiy o'z bemorlariga jinsiy zaiflikda moddatul hayot buyurganliklarini o'z urjuzalarida keltirganlar. Bu majunimizdagi yana oltin va kumush og'iz hidlanishiga juda ham yaxshi foyda qiladi. Moddatul hayot majuni tabiiy gepatoprotektor, tabiiy anabolik, tabiiy yurakni quvvatdorisi, tabiiy miyani, zehnni oshiradigan dori hisoblanadi. Moddatul hayot majuni quvvatlovchi majunlarning eng kattasi bo'ladi. Buni yana lububi kabiram deyshadi. Bunday giyohlardan ko'pligidan qo'rqish kerak emas. Organizm o'ziga kerakli giyohlarni olib qoladi, ortiqchasini chiqarib tashlaydi. Moddatul hayotning eng foydali xususiyatlaridan biri yurakni shunaqa darajada xursand qiladi. Bundaga tushgan mushk, bundaga tushgan tilla yurakni shollantiradi, yurakni ruhini quvvatlantiradi. Moddatul hayot majunini yana faylasuflar majuni deyshadi, chunki u miyani faoliyatini 100% tiklaydi, xotiralarni mustahkamlaydi, miya faoliyatini yaxshilaydi, zehnni oshiradi. Zirovanda, bobuna degan giyohlar bo'g'imlardagi zirqirab og'rishlarni davolaydi, chunki ulardagi g'ayritabiiy hidni yaxshilab yetiltirib pishirib chiqarish xususiyatiga ega. Moddatul hayot majunini yana me'da buzilganda ham tavsiya qilishadi, chunki oshqozonni zaifligi, susligini bu quvvatlaydi. Buyrak, siydik yo'li, qovoq, tanosil bezi, ayollardagi bachadon kabi a'zolarni shamollashdan bo'lgan kasalliklarni davolaydi va quvvatlaydi. Zoriqqan jigarni juda quvvatlaydi, shodlantiradi. Jigar faoliyatiga juda ham foydali bo'lgan majun. Moddatul hayot majunini yana bitta katta foydalaridan asab sistemasini, asab faoliyatini juda ham tinchlantiradi, mustahkamlaydi. Qo'rquv, vahima, savdodan bo'lgan kasalliklarda juda ham foyda qiladi. Bu majun yana o'pka faoliyatlariga juda ham yordam beradi. O'pka shishi, pnevmoniya, o'pka kasalliklarida juda ham zo'r davo bo'la oladi. Zamonaviy tilda aytganda, sovuq mavsumlarda sovuqdan bo'ladigan kasalliklarni oldini olishda tabiiy immunistimulyator bo'ladi.